aka. Tayyor. Aka assalomu alaykum. Keling aka. Mazzalda ishlaysizlar aka? Ha. Aka shu dezinglar, men ham sportga qiziqaman deng. Aha. Hozirgi daling vrema sharoitim yo'q, oilaviy sharoit to'g'ri kelmayapti, cho'ntagimda pulim yo'q. Imkoniyat bersanglar, ozgina vaqt bersanglarcha shug'ullanib tursam bo'lam. Xudo xolasa pul topganimda sizlarni rozi qilaman, lekin rosa shug'ullangim kelyapti. Imkoniyatim yo'q. Ukajon, xafa bo'lmaysiz. Men ham oddiy ishchiman bu yerda. Sherikchilik to'g'ri tushunasiz uka. Bizda ham rahbarlar bor-da. Zaliz aka, odam ko'payganu bitta bilan kamayib qolmaydi-yu. Xudo xohlasa mendan ham qaytadi aka. Xudo xohlasa iltimos, lekin qiziqqanim uchun keldim oldinglarga. Bor uka. Bir ashada o'ynagin. Nima bo'lyapti? Sen naqalar ko'payib ketdi. Nima bo'lyapti? Tinchlikmi? Nima muammo? Tinchlik aka. Akamiz tushunmadi shekilli meni. Sharoitni aytsam tushunmadi, meni noto'g'ri tushundi. Men zalga kelib shug'ullangim kelyapti, lekin oilaviy sharoitim, o'zimni sharoitim to'g'ri kelmayapti. Lekin qiziqaman zalga, shug'ullanishga qiziqaman. Hop. Shumi muammo? Muammo shu aka. Bu yerda xo'jayin kim? Menmi, senmi? Bu yerda ustoz menman. Sen trenirovkangni qil, yur uka. Uka, bugundan boshlab Jahon Fitness sen uchun. Pitaniyalar, formalar, hammasi sen uchun bekariga. Rahmat ustoz.